Hop, o'rtoqlar, endi qiladigan ishimiz adresda ustav fonini, tovar, asosiy vosita va boshqa materiallar shakllantirish bo'ladi. Hop, buning uchun bizda sklad bo'limi kerak bo'ladi. Sklad bo'limiga kiramiz va aprihodovaniya tovarov tanlanadi. Bu yerdan so'zlat sana qachon tovar kirgizilyapti. Tovar kirgizilganning asosi bizda dalolatnoma, ustavga qabul qilish topshirish dalolatnomasi bo'ladi. Bizda bu hujjat bor. Mana dalolatnoma, ustavga qabul qilish topshirish dalolatnomasi. 22-fevral kuni ta'sischi tovar olib kirgan. Kim olib kirgan mana bu yerda yozilgan bo'ladi. Bobur degan ta'sischi olib kelgan. Nima olib kelyapti? Kola ekan. 2400 dona. Bu magazin va kola sotadi. 2400 dona kolani sotish olib keladi. Sotish olib kelgandan keyin biz uni tovar kirgizishimiz kerak. Narxi 5000 so'mdan va summasi jami 12 million so'm. Mana shu ishni kiritamiz. Hop, sanasi 22-fevral 22/02/23. Skladimiz основной sklad tanlanadi va bu yerdan tovarlarni qo'shamiz. Добавить nomenklatura dezatsiya qilamizda bu yerdan qanaqa turdagi mahsulot kirgizilyapti. Material bo'lsa material papkasiga, inventar bo'lsa inventar papkasiga, asosiy vosita bo'lsa оборудование, fabrikat, produksiya, tovar, topливо o'zimizga kerakli papkamizni tanlaymiz. Bizda tovar bo'lgani uchun tovar papkasiga kirdik. Hop, so'zlat naminamaniya kerakli mahsulotni nomini yozish kerak. Bizda kola va единственное измерение agar kerak bo'lsa o'zgartiriladi. Kerak bo'lsa shtuk tanlanishi kerak bo'lsa. Shtuk dona записать sakrat. Kolani tanlaymiz. Va shu uchada o'zi mana paydo bo'ladi 29 o'nda. Колесо 2400 dona kirgizyapmiz. Yana 5000 so'mdan kirgizilyapti. Va bo'ldi. Summada 12 million so'm paydo bo'ldi. Endi yana agar ro'yxat davom ettirganda biz ham ro'yxatda davom ettirardik. Shu yerdan добавить tugmasini bosib. Hop, keyin shu yerda qotib o'tamizda 93-90 ni 46 ga o'zgartiramiz. Kontragent kim kirgizgan bo'lsa, o'shani ismi tanlanadi. Bizning ta'sisimiz Bobur kirgizgan bu tovarlarni tanladik. Propiska zaklatib o'tamiz. Endi отчетga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'rinishi kerak. Mana 29 o'nda 12 million so'm turibdi. 46 o'nda albatta qarz kelmagan. Qolgan davlatnomalarni ham xuddi shu tarzda kiritib ketaveramiz. Bu davlatnoma Bobur ekan. Bunga kiradigan bo'lsak, bizda 25-fevral kuni ta'sischi notebook kirgizgan. Hop, bu notebookni 2 dona kirgizibdi. Buni ishlatishga olib kelgan bo'lishi mumkin. Ishlatishga olib kelgan bo'lsa, yo inventarga olish kerak yoki bo'lmasa asosiy vositaga olish kerak. Hop, inventar yoki asosiy vositaligini biz uni narxiga qarab olamiz. Bir donasi narxiga qarab olamiz. Bir donasi narxi 10 million so'm ekan. Endi rahbarning hisob siyosatida asosiy vosita bo'lishni qiymati minimal chegarasi belgilanadi. Minimal chegarasi BXMga asosan belgilanishi mumkin yoki qat'iy summada belgilanishi mumkin. Misol biz eng kam chegarani BXMning 25 baravar deb aytadigan bo'lsak, BXMning hozirgi qiymati 375 ming so'm. 25 baravari demak 9375 ming bo'lyapti. Demak, bu summadan baland bo'lsa, biz uni asosiy vosita qilishimiz kerak. Bu summadan pastroq bo'ladigan bo'lsa, inventarga olishimiz kerak bo'ladi. Hop, notebook 10 million so'm ekan, demak buni asosiy vosita kirim qilamiz. Adresga kiramiz. Hop, yana o'sha sklad. Aprihodovaniya tovarov. So'zlat. Bu yerdan kiritilgan sana yoziladi. Kiritilgan sana 23-fevral. Hop, skladimiz основной sklad va добавить. Endi kirgizadigan narsamiz bu оборудование, asosiy vosita bo'ladi. Agar inventar bo'lganda mana inventar papkasini ichiga kirgizardik. Оборудование, so'zlat, naminamaniya bizdan HP Cora 3. Hop, единственное измерение штук. Записать zaklat bosiladi. Mana bu zakaz kiradigan shotimizga oldi. Kolesosi 2 dona, senasi 10 million so'mdan. Jami 20 million so'm. Va shu yerda qotib o'tib to'g'rilab qo'yish kerak bo'ladi. 46 o'n qilib. Kontragent kim kirgizyapti? Yana Bobur kirgizyapti.
va 1 tanlaymiz. Провести закрыть. Endi umumiy оборотga qaraymiz. Va bizdan 18-20 degan shotimizda mana 20 million so'm paydo bo'ldi. Tashqi bo'lishi qarzi yana kamaydi.